Turmush o'rtog'im safardan kelishlariga juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan olchali, merengali, pisochniy xamirli pirog tayyorladim. Retsept juda ham oddiy va oson, bitta o'xshab chiqadi. Un bilan margarinni urvoq qilib, quruq massaga 1 choy qoshiq razixrili tel, 80 gramm shakar, 2 dona tuxum sarig'i, 80 gramm qaymoq solib, yumshoqqina xamir tayyorlab, xolodilnikka 2 soatga tindirishga qoldiramiz. Bu orada nachinka tayyorlaymiz. 800 gramm olcha, 100 gramm shakar, 2 osh qoshiq kraxmal solib, bitta qaynatib olasiz. 2 dona tuxum oqiga chimdim tuz solib, oppoq ko'pik bo'lgunicha mikserda aralashtirib, shakarlarni oz-ozdan solib tayyorlab olasiz. Xolodilnikimizda tingan xamirimizni qolipimizga yoyib olamiz. Olchali nachinkani solib, ustidan merengalarimizni solamiz. Merenga ustidan esa 100 gramm un va 50 gramm margarinni urvoq qilib, merenga ustidan sepib chiqasiz. Juda ham past olovda 1 soatdan oshiqroq vaqtda pishib chiqadi. Qaranglar, buni qanaqangi chiroyli chiqqanini. Xamirlari pisochniy, o'zi esa sochniy bo'lgan shunaqangi mazali pirog bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Menga obuna bo'ling. Profilim sizga faqatgina pozitiv motivatsiyalar beradi.